Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan yosh ota-onalarni qiziqtirgan savollardan biri, ya'ni 3 oylik bolajonlarda ichak kolikalari haqida gaplashamiz. Qabulimga asosan kechki paytda kelishadi, chunki ichak kolikalari kechki paytda yaxshigina bolajonimizni bezovta qiladi. Asosan kelishganda shikoyatlari tinmayapti, yig'lab tinmayapti, uyda yig'lab tinmadi. Hozir mashinada olib kelganimizda jim bo'lib qoldi. Bolani ko'rasiz, rostdan tinch, lekin uyda rostdan yig'lagan, bezovta bo'lgan. Lekin meni oldimga kelguncha mashinada yoki qornini yaxshilab issiq qo'ygani, yaxshilab bag'riga bosgani sababli u kolika allaqachon tarqab ketgan bo'ladi. Ichak kolikalari 1 oylikdan 3 oygacha, uzr ming bor, 3 oygacha bu fiziologik holat hisoblanadi. Eng yaxshi narsa ichak kolikasi uchun bu issiqlik. Ya'ni avvaldan momajonlarimiz, mana shu narsani juda ham yaxshi ko'raman. Bironta bir matoni uchuq bilan qizdirib qorinimizga bosishganda bola tinchlangan. U oshqozon ichak faoliyatini spazm bo'lib turgan bo'lsa, yumshatib berib, og'riqlarni bartaraf qilgan. Xo'p, hozirgi kunda ichak kolikasi uchun juda ham chiroyli, qulay, mikrovolnovkaga qo'yib qo'yadigan issiq, yumshoqqina yostiqchalar chiqqan. Kolikalarni juda ham yaxshi bartaraf qilib beradi. Boshqa hech qanaqa to'g'ri dori-darmonlar ko'p. Mikroflorasi uchun dorilar beramiz, probiotik, prebiotik beraman, lekin ular ichak kolikalariga yordam bermaydi. Ichak kolikasini asosan shu issiqlik, ona bilan qorin-qorin munosabatlari majburiy holat. Qaysidir bolada qorni bilan ko'tarsangiz tinchlanadi, qaysi bir bola mashinada yursa tinchlanadi. Aynan 5-10 minut kolika bo'lib qoladi. Bu kolikalar na onani yegan mahsulotiga, na boladagi qo'shimcha ichayotgan sutiga bog'liq emas. Bu bolani 3 oygacha muddatda tashqi muhitga moslashish vaqti deyiladi. Ya'ni 9 oy ichida bola ona qornida bo'lgan, hech qanaqa mikrob, bakteriyalarsiz, sterilli joyda bo'lgan. Tashqi muhitda esa chang, virus, bakteriya xohlaymiz ham, yo'q, bizga ta'sir qilmaydi, lekin tashqi muhitda uchib yuribdi. Har biri bola uchun, hattoki bolani suti ham, ona suti ham ichaklarda kolika chaqiradi. Shuni hisobiga boladagi bu holat hech qanaqa davo talab qilinmaydigan fiziologik holat hisoblanadi. Uni olib borib boshqa ukol, dorilar olganinglarning foydasi yo'q. Hammasi vaqtinchalik o'tib ketadi. Faqatgina to'g'ri tadbir, bolani oyoqlari bilan massaj, ba'zida onajonlarimiz uchun massaj qilishdan ham qo'rqishadi, avaylashadi. Voy, baraka topkur, shu massajni qiling, yaxshi bo'ladi bola. Soat strelkasi bo'yicha uqalash, albatta uqalab qo'yishadi, lekin qachon yig'lasa, faqat yig'laganda emasda, yig'laguncha ham, kolikaga tayyorlaguncha ham ichaklarni tayyorlab olish shart. Har kuni hech bo'lmasa 10 minut bolani massaj uchun 3 oygacha shart sizlarni vaqt ajratishinglar. Bu fiziologik holatlar, xavotir oladigan hech qanaqa tomoni yo'q, oyijonlari. Agar sizga ham bola parvarish uchun qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.